Şu 9 yıldan beri pilla bilan shug'ullanamiz. 1 gektar chorvag'im bor. Shu har yiliga planni bajaryapmiz. Bu yil ham mana 2,5 karobka pilla olganman. Bugun boshladik. Terib nasib bo'lsa ertaga topshiramiz. Har yiliga shu pul beryapti. Ish bilan ziyodroq beryapti har yiliga. 10 moy hamma narsa olyapmiz o'zimizga shu. Bir oyga yetarli produkt oldik. Mana nasib bo'lsa endi pilla tayyor bo'ldi. Topshirish arafasida o'tiribmiz. Oilaga shunga qaraymiz. Hamsa hal mana kelinlar bor, shu birgalikda qarab yiliga planni bajaryapmiz. Endi qiyinchiligi bor. Oxirida bir 10 kun qiynalamiz endi. Baribir ham shu narsani qilishimiz kerak. Shu davlat tomonidan ishonib gektar berib qo'yibdi, shuni oqlashga harakat qilyapmiz. Korxonamiz 2023-yil Pastdarg'om tumanida 5259 quti ipak qurti urug'larini tarqatib, bugungi kunda 305 tonna pilla xomashyosi qabul qilish bo'yicha shartnomalar tuzgan. Hozir mana ko'rib turganlaringizdek, pilla mavsumi boshlanib, pilla qabul qilish jarayonlari boshlangan. Korxonamiz pillani qabul qilib, buni qayta ishlab, hozir kunda dunyoning Vyetnam, Xitoy, Hindiston, Iron davlatlari bilan shartnomalar tuzib, mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanmoqda. Korxonamiz 2022-yilda 1,8 million eksport qilgan bo'lsa, 2023-yil 2 million dollardan ortiqroq eksport qilish rejalashtirilgan. Korxonamizda bugungi kunda 100 ga yaqin xotin-qizlar, erkaklar ishlab kelmoqda. Bundan tashqari korxonamizda 2023-yilda mavsumiy ish bilan 12 mingdan ortiq aholi kasanachilik bilan shug'ullanmoqda. Pastdarg'om tumanida 301 ta fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan 2023-yilning birinchi hosili hisoblanadigan pilla xomashyosi yetishtirish bo'yicha tumanda faoliyat olib borayotgan pillani qayta ishlovchi Elbek Tiriji mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan kontraktatsiya shartnomalari tuzilgan bo'lib, bugungi kunda mavsumni muvaffaqiyatli boshlagan fermer xo'jaliklarimizdan Ravshan Ismatullo, Murod Chavandoz, Tong fermer xo'jaliklari birinchilardan bo'lib pilla topshirish shartnomaviy rejalarini 100% ga bajarib turibdi.